Salom do'stlar, sizlar bilan bugun men Ozodbek. Yangi videomizda ko'rgandek biz Rivaldoni kuchaytirib boshqa futbolchilarni ham kuchaytirdik. Felix tushdi. Holland, Dembele, Rivaldo. Felix tushirganim uchun ayrim futbolchini ko'rganlaringdek bir ikkita futbolchini sotib kuchaytirgich oldim. Qani yana Rivaldoga beramiz. Qaysiga shot yoki pas? Hujumchiga shot ko'proq kerak bo'ladi. Pas, stamina, keyin yana shotga. Mana shunday qilsak yaxshi bo'ladi. Brisrovdan berdi. Tezlikka 5+ qo'shildi. Super ko'rsatkich 92 holatda. Shunday bo'lyapti. Mana ko'rganlaringdek 3 ta 97 va 94 va 92. Bunga bir 3 form bosib beraylik qani. 98 100 bo'ldi, 3 ta 100 chiqdi. Mana shunday bo'ldi. Rivaldo yaxshi. Rivaldo hujumga chiqdi. Mana Felix qanotga Mbappe himoyaga tushib qoldi. Felixga ham 2 form bosib berib ko'rsatamiz. Agar Portugaliya chempion bo'lsa, bizda Felix 97 bo'lib ketadi. Yana kimga bersam bo'ladi? Mana Van Dijkga beraylik qani. Shu ko'rsatkichdan qanday ko'rsatkichga chiqarlarkan? 100 bo'ldi, taklingga 99 bo'ldi. Shunday agar futbol bo'lsa yomon odamlar ham bo'lardi. Bir kuchaytirish amalga oshiramiz sizlar uchun. Texnik kerak. Qani kimga tushishini ko'ramiz. Dembelega tushish. Van Dijkga tushyapti. Qanday qilib? Yo, ha. Taklingga 98 bo'ldi menimcha. Ha. Yaxshi. Hammaga xayr, videomiz shundan iborat edi.